Tonight, we have two guests whose stories will take us to the center of the universe, to the place where the world's moral attention should be focused, to Xinjiang. These two women were both inside the concentration camps. They are first-hand witnesses to the systemic, unimaginable brutality. Amerika Van Palatasının Amerika ve Xitay Kompartiyası oturusundaki Stratejik Rəqabət Fövqəladə Komiteti 23 Mart günü Demokratik ve Cumhuriyetçi Komiteti əzalarının tolaq iştirak qilishi bilan Uyğurlar haqida guvalıq yığını çaqırıb, Uyghur lageri şahitlərinin Gülbahar Xatuvacı ve Qalbinur Sıdıqlarının lagerdeki keçmişlərə ait guvalığını anladı. Government used my husband and relatives WeChat and they contacted me. Mana bu 2021 2 ayının 18 günü etken saat 9:30'da Ürümçi Tesar rayonu Bağılan Sakçıqasıdaki Livinca bana yolduşum ve adamın WeChat arkalık ihracı Meyli ders vaxtları olsun, düşlük aram iliş vaxtları olsun, bu tutqun erlərinin aldığı besilgan nomerlar arkalık çağırıp əçkitilib, soraqlıdı ve sorak jarayanda her xil qiyin qıstaqlar alıb barıldı. Bu sorak qılındığan jay sınıfnınki yenideki yarası boğaşqa ular çağırıp çıkatgandan keyin yarım saatdan keyin ularning ichinishlik ovozlari bütün binani zilzilik saladi. Tutqun qiz ayollarning sochlari butunlay tushirib etilgan, ustiga kulrang mahbus kiyimi kiygan, uning ustida obsilrangli jilitki va jilitkining ustida nomer besilgan. Bu yerda biz kuniga 11 soatlab sinfda o'tirib, Xitoyninki bizning kallamizni juydigan tarix, qonun va xansu tili darslarini o'rganamiz. Haftada bir qizil naqsh o'rganamiz, hafta oxirida buningda imtihon beradi. Shundaqla yana mutaxassislarning Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni nimalarni qilish to'g'risidagi fikrini oldi. Xi Jinping himself asked Chen Quanguo, experienced with crushing dissent in Tibet, to move to Xinjiang to execute his plan, which began in 2017 with mass internments and ran for 5 years initially. Xinjiang detained an estimated 1 to 2 million ethnic group members in re-education camps and implemented measures to prevent births, leading to unprecedented declines in Uyghur birth rates. Just case in point, genocide denial. The guy that I alluded earlier could not even acknowledge that this government he's affiliated with through his job is committing genocide. So American people need to know this company is one of the biggest facilitators, enablers of the ongoing genocide. The desire for stability is motivated, yes, by concern about identity, perceptions of religious extremism, terrorism, splitism, the three evils that the Chinese government advances. But the reality is there's also an economic motivation. The Belt and Road Initiative, which is critical to Xinjiang, has got 3 major intersections that cross through that territory. Yığında Amerika Xitay Stratejik Rəqabət Komitetining raisi, Cumhuriyetçi Avam Palata a'zosi Mike Gallagher kishilarni Uyg'ur qirg'inchiligiga ko'z yumib, kelgusida avlodlarining ko'ziga qaramaydigan ahvolga tushib qolmasligini ogohlantirdi. We've heard that detainment of Uyghurs is the largest internment of an ethno-religious minority since the Holocaust. We've heard that the entire region has been turned into an open-air prison through the most oppressive techno-totalitarian surveillance system ever devised. We've heard that American companies are complicit in the forced labor being extracted from the Uyghur population. We have heard that American investors, banks, and pension funds are financing companies engaged in surveillance, forced labor, and the building of internment camps. Most importantly, we heard from Gulbahar Haitawaji and Kelbinur Saduk, women who were first-hand witnesses in the camps. What else do we possibly need to hear? 3 saatten artıq davamlaşqan guvalıq yığını hazırga qadar Dölet Mejlisining eng köp palata a'zosi qatnashgan, shundaqla eng uzun davamlaşqan Uyg'urlar haqidagi guvalıq yığыныdır. Yığında Mike Gallagher mundaq dedi. Bizning bu komitetimiz qilalaydigan eng aqlli ishimiz kelgusi 50 yilda Xinjiang irqiy qirg'inchiligi 21-asrdagi eng cho'ng razilliklarning biri bo'lib xotirlanganda har qanday bir shirkat boshqaruvchisi, har qanday bir siyosat belgilovchi yoki universitet mudiri navrilarining ko'ziga qarab biz bilmabdimiz demasligiga kapolatlik qilishdir. The least we can do on this committee is to make sure that in 50 years, when the Xinjiang genocide is remembered as one of the abominations of the 21st century, no corporate executive, no policymaker, no investor, no university president can look their grandchildren in the eye and claim
They didn't know. Bu Mayk Gallagher'ning rahbarligidagi bu komitetning bu yil 1-oyda qurilgandan beri Uyg'urlar to'g'risida o'tkazgan ikkinchi qitimliq guvohlik yig'ini. Xitoy Kompartiyasining davomlashayotgan Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi nomli mazkur guvohlik yig'ini Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinpingning yaqinda Moskvani ziyorat qilib, Rossiya bilan G'arbga qarshi hamkorlikni kuchaytirishining orqasida o'tkazilgan. Mayk Gallagher'ning aytishicha, bu qitimqi guvohlik yig'inining oldingi nishonlarining biri darajadan tashqari dunyoviy bir kuchning sodir qilayotgan kishilik huquqi dafsandichiligiga diqqat qo'zg'ashgan. This is our never again moment. Thank you, thank you, thank you. Members, I remind you that your questions for the record are due 1 week from today on March 30th. Your staff will receive instructions shortly. And with that, without objection, the committee hearing is adjourned. Xitoyning Washingtondagi elchixonasining bayonotchisi Liu Pengyu mazkur guvohlik yig'iniga inkos qaytarib, yomon siyosiy g'arazini chiqish qilgan Xinjiangga aloqador to'qib chiqarilgan yolg'onchilik deb ayblagan.